Yaxshimisiz arkadaşlar. Men sizlarning yangi kelgan sinf mas'ulinglar. İsmim Ali Qurban. Heliq Ali emas, juma. Tövəndə yo'qlama qilib o'taylik unda bo'lsa. Püvi Zöhre. Püvi Zöhre'de birisi yo'qmi? Voy, ma'lum xato deb qo'ydingiz. Xato deb qo'ydingiz, ma'lum mening ismim Buzohramanda, Buzohra. Hey, meni xat tanimay deb qoldingmi? Sening isming Püvi Zöhre deb yoziqlikan-ku. Püvi Zöhre, esingni chin tut-a? Püvi Zöhre. Muhammed To'xti. Muhammed To'xti. Unda adam yo'qmi? Ma'lum, mening ismim aynan Mato'xtaxun munda qatadilla. Hey, isming Mato'xtaxun bo'lsa, nima ish qilib Muhammed To'xti deb yozdi? Hey, sen o'ylab baqa. Muhammed To'xti, aldingmi? Sening isming Muhammed To'xti. Men ikkinchi qatim demay ya. Muhammed To'xti. Ayşemgül. Ayşemgül deb yo'qmi? Qanda desam, ba deysizlar balla. Ayşemgül yo'qmi? Zat qanda desam, ba deysizlar deb biqinglarchi. Ma'lum Aysham. Tuzlaydi ekanmi shu. Bir chiroyli Ayşemgül desa nima Aysham deb olsa ismingni? Dadaq Aysham deb qo'yapti-kan ayna. Men o'zim demadim buni. Yo'g'a ishga, yo'g'a ish. Muhammed Qurban. Muhammed Qurban deb birisi yo'qmi valla? Yana bir qatim deyman, ha? Muhammed Qurban. Bormi? Bu, meni bu. Hey, sen bek oqsanim ekansan-ku sen. Men sening nikoringni o'qatam dema, 3 qatim so'rasam anandikan ha deydiganqa, sen o'ylab baqa. Mening asli ismim Matquvanaxun, aynan Matquvanaxun degan mening. Sening isming qanday Matquvanaxun bo'ldi? Muhammed Qurban deb tumamdi. Ha? Sen o'zingning ismini bilmasang, dadangni boshlab kelama. Ashra ism qo'ygan imom bilan teng kelsin. Men dadangni boshlab kel davatma. Akamni boshlab kelsan bilamda. Chiqay, porkotek so'yma sinfdan. Ikkinchi ko'zam ko'msin seni. Yana dadasi bilan imomni tang chaqirib keldiganlar yo'qdi hamda. Tugidi deyman, ha? Davomliq demen qilaylik unda bo'lsa. Rustam. Ba mana. Uf.